Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Rishton parranda bozori. Xo'p, bir oila serebristi adlerlar. Ya'ni tuxumda ekan makonlarimiz 1+4. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Nech puli? 200 mingdan. 200 ming so'mdan 5 ta, ya'ni 1 million so'm bitta oilaga so'ralyapti. Yosh narsalar tug'yotgan. Xo'p, nomeringiz? 91lik 115 65 75. Raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Mabodo sotilmay qolsa. 115 65 75. Bo'ldi. Mana shu raqamlarga bemalol chiqib so'rashinglar mumkin. Boshqa zotlar ham bor bu tog'amizda. Xo'p, tut qushlar, valnisti papugay. Para? Qancha qamaldi? Ha, 2 juft. Puli qancha buni? 150 mingdan baho aytyapmiz. 150 mingdan juft. Ishlaganmi bular? Ishlagan, kelishtirib beraveramiz. Ishlagan kelishdi. Hamadinkalarchi? Madinkalar ham jup. Hali ishlamagan 100 ming jup. 100 ming so'm. Bo'ldi, nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Bo'la o'zimizga qarashli. Nomerlarni chiqarib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Bu yerda mana g'ozlar, xo'p, indutkalar va dakang, xo'p, xo'rozlar bor ekan. Hozir egalari kelsin, bularda narxini chiqaramiz, aytamiz. Humoyin aka. Xo'rozcha 100 ming so'm, ikkita narigilar 50 ming so'mdan baho aytishyapti. Bu qancha edi? G'ozlarimiz? G'ozlar 400 ming. Indutkalarchi? 120 ming. Dakang xo'roz? Dakang xo'roz 100 ming. Bo'ldi. Salomat bo'ling. O, mesnilar, Toshkentskiy deylarmidi, nima deylardi? Ha, mesnilar. Puli qanchadan aka? Xo'rozlari 350 mingdan. Xo'rozlar 350 dan. Rosa yetilibdi, ha? Makonlar 300 dan kam bor. 300 dan kam bor. Bular yoshiga to'lganmi yo endimi? To'lyapti. Favoritlar, mana ko'pchilik so'rayotgandi. Qancha favoritlarimiz aka? Favoritlar 80 mingdan. Go'sht yo'nalishidagi o'rdaklar mana shu favorit ko'pchilik qiziqadi. Oddiylari ham shumi? Bu indiskiy. Yo'q, mana oddiylari ham Oddiylari ham 80. Indutkalarchi? Ular ham 80 ming. Tovuqlarimiz? To'g'lar 100 dan kam bor. Tovuqlar 100 dan kami bor. Xo'p, yaponskiy xo'roz makon mana aralash holatda. Narxini 70 ming so'm deyishyapti. Ko'pchilik dakang boqadiganlar tavsiya qilamiz. Qishda juda zo'r kurki bo'ladi. Bitta xo'roz ikkita makoni 350 ming so'mdan baho aytishyapti. Xo'p, bular narsa chiroyli, katta holatdagilar ekan. Nomerda qo'yib yuboraylikmi? Ha. Ha, bu indiskini mana jo'jalari. Hozir buni ham egasi kelsa narxlarini aytamiz. Indutkalarda 80 ming so'mdan deyishyapti. Menga qancha uchasiga? Tumshug'ini kesishadi-da buni. Bizada menda borda ikkita. So'raylik. Xo'p, 500 ming so'mdan aytishyapti 10 kilo atrofida. Xo'p, sizlarga taqdim etadigan videorolikimiz qisqa valonda shulardan iborat bo'ldi. Xudo xolasa keyingi hafta ham sizlarga parranda bozorlarini yoritib borishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.